Assalomu alaykum, to'g'ridagi kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz payg'ambarimizning hayoti yozilgan Shirin buloq degan kitobni o'qib, oldingi qismda payg'ambarimizning nasabi, pili vaqasi, payg'ambarimizning dunyoga kelishi, uning o'sib yetilishi va Shamga bo'lgan tunji qitimliq safarini o'qib o'tdik. Endi davomini o'qiymiz. Fujjar urushi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 15 yoshga kirgan yili Quraysh va Kanana qabilalari bilan Qays Elan qabilalari o'rtasida urush portladi. Urushqa Quraysh va Kanana tarafdan pishqadam nufuzli arbob Harib ibn Umayya qo'mondonlik qilgan edi. Attiganlik birinchi maydon jangda Qays Elan taraf ustunlikni egalladi. Tushdagi ikkinchi maydon jangda Quraysh va Kanana taraf Qays Elan tarafni mutlaq ustunlik bilan mag'lub qildi. Bu qitimqi urushda haram zimini va harom oylarning hurmati oyoq osti qilingancha bu urush Fujjar gunohkorlar urushi deb ataldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu urushga qatnashgan va tog'larga o'q rastlab bergan edi. Xayriyat uyushmasi. Urush oxirlashgandan keyin shu yili Zulqayda oyida Makkada xayriyat uyushmasi qurildi. Uyushmaga Quraysh qabilalaridan Bani Hashim jamoati, Bani Mutallib jamoati va Bani Taym jamoatlari qatnashdi. Uyushmaga a'zo qabila va aymoqlarning boshchilari yuqori martabaga ega nufuzli arbob Abdullah ibn Jaadining qurusiga yig'ilib, mayli Makkilik, mayli yaqa yurtliq har qanday bir odam Makka tavasida uvalchilikqa uchursa, a'zo qabilalar hammaylan birdek uvalchilikqa uchurg'uchi tarafda turib, haqni o'z joyiga qaror topqizishga kelishim tuzishdi va kuchlik ahd va paymon berishdi. Bu uyushmaga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qatnashgan. U payg'ambarlik sharifiga erishgandan keyinmi Abdullah ibn Ja'anning qorusida bir uyushmaga qatnashgan edim. Bu menga nisbatan qizil to'gidimi kattaroq bir ish bo'lgan edi. Endi hozirmi ana shundaq ishlarga chaqirilsam, albatta ovoz qo'shiman degan edi. Uyushmaning asosiy nishoni hamma odam haq-nahaq deb ayrimay o'z tarafdorini mutlaq qo'llashdek jaholiyatchi asabiy tarafbozlik ideyasiga qarshi turishdan iborat edi. Aytishlarga qaraganda bu uyushmaning qurilishiga mundaq bir ish sabab bo'lgan. Arablarning Zubayda qabilasidan bir kishi Makkaga ma'lum miqdorda mol-mato akilib, Qurayshlarning Bani Sahmi jamiyatidan As ibn Voil degan kishiga sotgan. As ibn Voil heliqi kishining haqqini bergili unumay keyniga surib qo'ygan. Shuning bilan u o'zining ittifoqdoshlari bo'lgan Abduttar, Mahzum, Jumah, Sahmi va Adi jamoatlaridan o'z haqqini ilishib berishga yordam so'ragan bo'lsa-mu, ularning hech qaysining kori bo'lmagan. Shunga u Makkadagi Abul Qubays teg'iga chiqib, butun ovozi bilan to'g'lab o'zining zulmga uchirganligini mazmun qilib she'r qo'shoqlarni o'qig'ili turgan. Buni Zubayr ibn Abdul Muttallib ko'rib, bu odam bilan hech kimning kori bo'lmag'ini nimasi deb shu to'g'riliq yo'l mengib oxiri yuqorqi jamoatlarning cho'nglarini yig'ib, mazkur uyushmani qurishga haydakchilik qilgan. Ondan uyushma a'zolarining hammasi biroqla berib As ibn Voildan hiliqi kishining tutib qilingan haqqini ilishib bergan. Jaboliq hayot. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yoshlik davrining dastlabki mezgillarida biror kasb va yoki muqim bir hunar bilan shug'ullangan emas. Biroq uning balalik davrida Bani Sa'ad qabilasida keyincha Makkada bir qancha qirat pul birligi uchun ijaraga qo'yib boqqanligi to'g'risida hadis bor. U 25 yoshga kirganda Xadija Xuvaylidning qizining Mili bilan Shamga tijoratga chiqqan. Ibn Ishoq rahimahulloh mundaq deydi. Xadija binti Xuvaylid raziyallohu anha Makka tavasida yuqori obro'yga ega puldor xotin edi. U tijoratga ipi bor kishilarni yollab ishiltatdi va sherik tijoratmi qilatdi. Demisimi Qurayshlar umum yuzlik tijorat bilan turmush kechiradigan xalq edi. Bu ayol payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning rostchil, samimiy, oq ko'ngil va isil axloqli kishi ekanligini anglab, uningga odam avatdi. Va o'zining chakiri Maysara bilan Shamga mol chiqib, so'da setiq
qilib kirsa, uningga boshqalarga bergandan ko'proq haq beradiganligini aytdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu ayolning taklifini qabul qilib, uning Maysara ismli chakiri bilan nurg'un mol-mulklarini ilib tijorat bilan Shomgacha chiqib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Xadija roziyallohu anhuga uylanishi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Sham safaridan qaytib kelibdi. Xadicha yo'lga salgan mallarının aldınqı qitimqiga qaraganda bexatar yetkizilganligini ham foydasining ko'p bo'lganligini ko'rib va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qitib qo'ygan chakri Maysaradan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning xushxuy mijozlik, go'zal axloqliq, o'tkir fikrlik, durust so'zlik va to'g'ri yo'lliq bo'lishdek oliyjanob fazilatlarning borligini va uning favqulodda iqtidor egasi ekanligini yo'l bo'yi sezganligini anglab go'yo uzundan beri yo'qitib qo'ygan narsasini to'satdan tepib olgandek bir xil shirin xiyolga patdi. Mekkada atoqliq boyvachchilar va yurt beshi mo'tvarlar uning bilan to'lishishga lavj ishlab yurishgan bo'lsa-mu, Xadija ularga ma'qul bo'lmay kelgan edi. Shunga u ko'nglidagi bu o'yini yaqin do'sti Nafisa binti Maniyiga aytdi. Nafisa kelib payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Xadija bilan turmush qurish to'g'risida gap ochdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buningga qo'shildiganligini aytdi va tog'larini xabarlantirdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tog'lari Xadijaning tog'larining yoniga berib xeyrdorlik qildi. Arqadilla to'y murosimi o'tkazildi. Murosimga Bani Hashim jamoati va Muzar jamoati oymiqining kattalari qatnashdi. To'y payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Shamdan qaytib kelib 2 oydan keyin o'tkazilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 24 kuni to'yliq mahriga atidi. Bu chaqda Xadija 40 yoshlar chamasida bo'lib, o'z qavm jamoatining ayollari orasida isil nasab sanaladigan, iqtisodiy ahvoli va aql farosat jihatda hammadan ustun turadigan ayol edi. Shuning bilan u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tunji nikohiga olgan ayoli bo'lib qoldi va toki Xadija olamdan o'tganga qadar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning ustiga yana bir xotin elib qo'sh nikohliq bo'lmadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bolalarining Ibrohimdan boshqasi Xadijadan bo'lgan. Xadija payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga dastlab Qosim degan o'g'ilni tug'ib bergan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shu o'g'ilning ismi bilan Abul Qosim deb kunyat qo'llangan. Ondan keyin Zaynab, Ruqiya, Ummu Gulsum, Fatima va Abdullohni tug'ib berdi. Abdullah Tayyib, Obdan Balan va Tohir, Pokiz deb atiladi. O'g'illarining hammasi kichik vaqtida o'lib ketgan, ammo qiz farzandlari islom davriga musharraf bo'lgan va musulmon bo'lgan bo'lib, boshqa musulmonlar bilan billah hijrat qilgan. Afsus, ularning hammasi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayot vaqtida olamdan o'tgan. Faqat Fatimala payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan qilib 6 oydan keyin vafot bo'lgan. Kabe'ning isloh qilinishi va ixtilofni yarashtirish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 35 yoshga kirgan yili Qurayshlar Kabe'ni yanglab salmoqchi bo'ldi. Chunki Kabe Ismoil alayhissalomning zamonidan tortib usti uchuq, odam bo'yidan egizroq, taxminan 9 gaz egizlikda qo'pirilib qo'yilgan joy edi. Ko'p qitim o'g'ri yalg'onlarning uning ichidagi mol-mulklarga so'g'ib qo'l tekkizish ahvollari ko'rildi. Shuning bilan billa yana Kabe qadimiy qurilish bo'lg'achqa, kelkun va bo'ron chapqun qatorliq tabiiy ofatlarning hujumiga uchrab, har jihatdan ko'nirab, tomlari chaq ketishga boshladi. Bo'libmi mushu yili payg'ambar sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lishdan 5 yil ilgari Makkada cho'ng kelkun ofati yuz berdi. Kelkun Kabe'ga udul kelib üsken bo'lg'achqa Kabe o'rilib tushgili tasli qoldi. Shunga Qurayshlar Kabe'ning kishilar qalbidagi o'rnini ko'zda tutib, uni jinglab silishga bel bog'ladi. Va uning qurilishiga halol yo'l bilan topgan mollarni sarf qilish, zinoyi, harom, jazonoxo'rlik va kishilarga zulm silish yo'li bilan qo'lga kelgan mollarni man'i qilib yaqin keltirmaslikka kelishdi. Ular Kabe'ni yiqitishdan ayminib, hech kim avval qo'l tekkizishga unumadi.
Ahiri bo'lmay Bani Mahsum jamiyatidan Valid ibn Mughira dastlab qilib yiqitishni boshlab berdi. Andın onun g'ayri ahvolga yo'liqmaqanligini ko'rib, boshqalarni yiqitishga kirishdi. Shunda qilib ular Ka'bani oxiri Ibrohim alayhissalom tutgan o'lg'icha yiqitdi. Andın qurilishga tutush qilib, Ka'ba tomlarini bo'lishib, qabilalar aro ayirib olishdi. Natijada har bir qabila ayrim-ayrim tosh yig'ib, qurilish qilishga kirishdi. Qurilishning texnik ishlarini Rumluq Baqum ismli bir qurilishchi boshqurdi. Qurilishning temi ko'tarilib, Hajratul Aswadning o'rniga chiqib edi. Ular Hajratul Aswadni o'z o'rniga elib qo'yish sharafini talashib, ixtiloflashib qoldi. Talash tortish 4 kun davomlashib, yuqori pallaga ko'tarildi. Hatta qonliq to'qinishga aylanib, haram zemini qonga bo'yalg'ili tasla qoldi. Biroq Mahsum jamiyatidan Abu Umayya ibn Mughira ular ixtiloflashayotganda hozir mushu holatda masjid darvozasidan kim birinchi bo'lib kirsa, ashu ayirib qo'ysa qandoq degan taklifni aytib edi. Buningga hammaylar qo'shildi. Allah Taalaning irodasi shundoq bo'lsa kerak, masjid darvozasidan tunji bo'lib kiradigan kishining Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'lib qilishini kim o'ylasin? Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ko'rib, bu amin ishonchlik rostchil degan ma'noda ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni shundoq atib bilishqa edi. Uningga biz rozi, ohoy, Muhammad keldi deb to'lishib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning yeniga kelib, ahvolni uqqandan keyin bir dona rida, arablarning tosh kiyimi Ridani oldida Hajratul Aswadni uning o'tirsiga qo'ydi. Andin talash tortish qilishayotgan qabilalarning cho'nglarini Ridaning atrofini tutib ko'tarishga buyurdi. Ular nihoyat rozimanlik ilkida Hajratul Aswadni asli o'rniga opardi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni o'z qo'li bilan hozirgi joyiga elib qo'ydi. Mushunda qilib masala jamoatchilikning ko'ngildagidek hal bo'ldi. Qurilish davomida Qurayshlar to'plagan halol mablag' kamlab qolg'ashqa, ular Ka'baning shimoliy tarafidan 6 gazdek yerni tomning sirtiga tashlab qo'yishdi. Bu yer hijri, ya'ni to'soq va hatim, ya'ni so'qma tom deb ataldi. Va kishilarning xohlagancha kirib chiqib yurmasligi uchun Ka'baning darvozasini yerdan egiz ko'tarib o'rnatishdi. Qurilishning egizligi 15 gazga yetganda, ichiga 6 to'rik o'rnatib üstünü yaptı. Şunun bilan Ka'ba taxminan 15 gaz egizlikda tik 4 bulun shaklida pütüp chiqdi. Hajratul Aswadni o'rinlashtirgan tom bilan uning qarshi tarafidagi tomning uzunligi 10 metr bo'ldi. Hajratul Aswad Tavabgah zeminidan 1 metr 50 santimetr egizlikda o'rinlashtirildi. Darvoza o'rnatilgan tom bilan uning qarshi tarafidagi tomning uzunligi 12 metr bo'ldi. Darvoza yer yuzidan 2 metr egizlikka bekitildi. Binoning sirtidagi tuvangi tarafini egizligi 25 santimetr, kengligi 30 santimetr keladigan bino o'li pashtiqi o'rab turgan edi. Bu joy hozir Shazirvan panjara deb ataladi. Bu Baytullahning asli o'li edi, lekin Qurayshlar binoning temini nepizrak qo'pirgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning payg'ambar bo'lishdan ilgirki hayotidan umumiy xulosa. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kichikdilla insonlarda bo'lgan hamma yaxshi fazilatlarni o'z vujudiga mujassamlashtirgan edi. U fikrining o'tkirligi va ilmiligi jihatda oldingi o'rinda turadi. Aql farosatining cho'nqurligi, ideyasining mustahkamligi va tadbirining donoligi bilan ulga qilinishga arziydi. U o'zining jimg'ur, kam so'z mijoz xulqi bilan fikr qilatdi, xiyol suratdi, tafakkurni cho'nqurlashtiradi va mavjudiyatning haqiqiy mohiyatini tahqiqlaydi. U o'zining mo'l aql farosati va uchuq yo'riq sog'lom tabiati bilan hayot sahifalarini, avom xalqning ahvolini va jamiyatni inchikilab kuzatib, ularning noto'g'ri, xurofiy odatlaridan qo'l uzgan edi va yoki o'zini tortgan edi. U o'zini tutib olgan asosda jamoatchilik bilan oralashib, yaxshi amal va yaxshi faoliyat bo'lsa aktiv qatnashadi. Bo'lmasa o'zining yolg'izlik turg'unida g'avg'odan xoli yashaydi.
U haraq içməydi. Butlarga atab zəbi qılınğan hayvanlarning go'shini yeməydi. But heykeller üçün uyushtirilgan heyt bayram və murasimlarga qatnaşmaydi. Balki u kichigidilla bu yolg'on ilohlardan bekrak nafratlanadi. Hatta uningga mushu butlardımı o'ch ko'rinadigan bir shay'i yo'qdek tuyuladi. Onun Lat və Uzraning nomi bilan qilingan qasamlarni anglab qilishqimi roziligi yo'q edi. Shuningda shak yo'qki, Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni o'z fazli marhamati va muhofazatida saqlagan edi. Mubodo nafsi ammora yomonlikqa boshlovchi nafsning xohishi uni dunyoning bir qism huzur halovatlariga ko'z yugurtishga qiziqtirsa yoki ko'na o'rib odat an'anasi tufayli bir nochor ijtimoiy odatni yuqtirib olg'ili qo'psa, birdilla Allohning inoyati ordishib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni undoq nomuvofiq ish harakatlardan to'sib qoladi. İbn Əsirning rivoyatida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Men ömrümdə faqat 2 qitimla jahiliyat va davrining noto'g'ri faoliyatiga qatnashmoqchi bo'lgan edim. Lekin 2 qitimda Alloh mening maqsadimni ishqa oshirmadi. Uningdan keyin men undaq ishlarni ko'nglimga keltirmadim. Oxiri Alloh meni o'z elchiligi bilan tortiqladi. Bir kechisi Makkaning yuqori tarafida men bilan billa qo'y boqadigan qo'ychi balaga mening qo'yimga qarab qo'ysang, men Makkaga kirib yoshlar bilan kechilik o'yin bazimdan bahir ilib chiqib olsam dedim, u ma'qul dedi. Shuning bilan men Makkaga qarab yo'l oldim va Makkaga kirishimgila ko'chaning beshidagi birinchi uydan nag'ma navoning ovozi anglandi. Men kishilardan bu nima ish deb so'rsam, ular paloni pustoniga o'ylinibdi, shuning to'y kechiligi deyishdi. Shu chaqda mening muzika anglay deb o'ltirganim esimda. Lekin Alloh uni menga anglatmabdi. Men uxlab qoptiman. Ertasi quyoshning tapti ustimga tushganda andan uyg'onib taqqa qaytdim. Qo'ychi hamrohim so'raydi, bo'lgan ahvolni so'zlab berdim. Shundan keyin yana bir kechisimu hiliqi hamrohimga yana tapalab qo'yib Makkaga kirdim. Bu kechisimu oldingi qitimga o'xshash yana uxlab qoptiman. Shuning bilan uningdan keyin undaq noto'g'ri ishlarga iroda qilmadim. İmam Buxoriy rahimahulloh Jabir ibn Abdullah raziyallohu anhudan rivoyat qilib aytdiki, Ka'ba qurilish qilinayotganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tog'isi Abbos bilan jiddiy tosh to'shyotdi. Abbos uningga "Uchangdagi yipinchangni murangga qo'yib olsang tosh og'ritmaydi" dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abbosning deganda qilib edi, u shu an hushidan ketib yerga yiqildi. Ve ko'zlari osmon tarafga chekchiyib holsizlanib ketdi. Birdamlikin hushiga kelib, "Yipincham" deb kiyimini beliga tangdi. Yana bir rivoyatda shundan boshqa hech qanday o'rinda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning avrati ichilib qolgan emas deyilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qavm jamoati ichida xush fe'illigi, axloq fazilati va isil odatlari bilan tunilgan edi. U odamgarchiligi yaxshi, axloqi go'zal, qo'shindorchiligi bilan, mijozi yiqimliq, tili tatliq, ko'ngli tuz, tabiati muloyim, iffat nomusliq, keng qo'l, yaxshi amallarni ko'p qilishga amroq, ahdisida turadigan, omonatga vafo qiladigan katta zot edi. Hatta ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdagi yaxshi odatlarni va rozi bo'lishga tegishli xislatlarni ifodalash yuzidan uni amin, ishonchga yaraydigan deb atib bilishqa edi. Qisqasi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mu'minlarning onasi Xadija roziyallohu anhu aytgandek, ig'irchiliklarga bardoshlik beradi, yo'qsullarga yordam qiladi, mehmonlarni yaxshi kutadi va zulmga uchirg'ishlarning haqqini ilishib beradi. Shunda qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz mushagich bo'ldi. Kelar qitim ko'rishayli, xayri xo'sh. Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz payg'ambarimizning hayoti yozilgan Sherin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning Shamga qilgan 2-chi qitimliq safarini, Hazrati Xadija onamiz bilan uylanganligini, Ka'baning qayta qo'pirilishini va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning go'zal fazilatlarini o'qib o'tdik. Endi davomini o'qiymiz. Payg'ambarlik maqomida Hira o'nkiri.
Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yashi 40 ga yaqinlashgan sari uning o'tganki ta'ammulot, o'y fikrlari uning bilan qavmi o'ttirsidagi ma'naviy hangni cho'ngaytib o'tgan edi. U mushu kunlarda yolg'izlikni xohlaydigan bo'lib qoldi. Shunga u suv va talqon qatorliq lozimatliklarni elib Makkadan 2 mil, taxminan 3 kilometr yiroqlikdagi Tur teg'iga joylashgan Hira o'ngiriga chiqib ketdi. Bu Hira o'ngiri uzunligi 4 gaz, kengligi 1 gazdan 2 gazgacha qadar keladigan oddiy bir o'ngir edi. Uning oilasimi uningga yaqin yerda turadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu o'ngirda Ramazon oyida bir oy turib o'tgan kechgan ojiz miskinlarga osh tomoq berish, istiqomat qilish va atrofidagi koinotning dalil paketlari va koinot orqasidagi yaratquchining zo'r kuch qudrati to'g'risida tafakkur yurgizish bilan vaqtini o'tkazadi. U o'z qavmining turaqsiz sherik aqidasidan va mavqesiz mujmal tasavvurlaridan xotirjam bo'lolmayotdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bundaq yolg'izlikni ixtiyor qilib qilishimi Alloh taolaning o'rinlashtirishi bo'lib, bu uni kelgusidagi ulug'vor ishlar uchun yetishtirib chiqish uchun edi. Bundaq cho'ng vazifani ustiga elish Ümid qilinayotgan har qandaq bir ruh egisi insoniyat jamiyatining amaliyatiga ta'sir ko'rsatilishi va u jamiyatning ta'tir iqimini boshqa yoqqa buriy olishi lozim. Uning uchun bu ruh egisining aralab yolg'iz turishi, hayotlik mashg'ulotlaridan va turmushning besimidan, shuningdek kishilik hayotni butunlay chirmab oladigan parcha-purat g'am-g'ussilardan xoli turib, ma'lum vaqtni fikr tafakkuri bilan o'tkazishiga to'g'ri keladi. Janobi Allah Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ashu ulug' omonatni ustiga elish, dunyo vaziyatini Alloh taolaning irodasiga loyiq o'ngshash va tarixiy iqimni o'zgartirishga loyiq istidodli qilib yetishtirib chiqish uchun mana shundoq o'rinlashtirgan edi. Allah Taala Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdagi bu xilvat xumorlikni uni payg'ambarlikka tayinlashdan 3 yil ilgirila salgan bo'lib, u bu bir oylik yolg'izlik holatida mavjudiyat ruhi bilan erkin parvoz qilib, Allah Taala izni qilsa, ashu g'aybi olam bilan bordi keldi qilish vaqti yetib kelgicha mushu dunyoning keyindagi g'oyib olam haqida keng kushada tafakkur va mulohiza yurgizatdi. Cibril alayhissalomning vahyi ilib kelishi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yashi 40 ga to'shib edi. 40 yosh odatda insonlarning rosa takomillashgan mezgili bo'lib, aytilishicha payg'ambarlar mushu yoshlarda payg'ambarlikka avatiladi ekan. Payg'ambarlikning dastlabki bishoratlari uning hayot sahifalarida g'ilpal chiliqishga boshladi. Bu bishoratlar avval rost tushlardan boshlandi. Shunga u tush ko'rsila go'yo tong nuridek ro'shan va iniq ko'ratdi. Bu holat 6 oydek davomlashdi. Payg'ambarlikning 46 qismining biri edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aralab Hira o'ngirida istiqomat qilayotgan mezgilning 3-yili Ramazon oyida Alloh taolo bu dunyo aholisini o'z rahmati bilan tortiqlashni iroda qilgan chig'i Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga payg'ambarlikni vahiy qildi va Jibril alayhissalom orqali uningga Qur'ondan bir qancha oyatni nozil qildi. Vahiyning boshlanishig'a oid ahvollar. Munosabatlik materiallarga nazar silib ko'rganimizda, bu vaqtni shu yili Ramazonning 21-kuni dushanba kecha edi deb bekitishga bo'ladi. Buning tuandagidek necha xil ko'z qarashlari bor ekan. Janobi Allah Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni elchilik bilan hurmatlagan va uningga vahiy nozil qilgan oy kun to'g'risida o'limalar tamoman birlikka kelolmadi. Bir qismlar Rabiul Avval, ya'ni shu yili 3-oy desa, yana bir qismlar shu yili Ramazon oy deydi. Yana ba'zilar Rajab oy idi deydi. Biz ikkinchi qarash Ramazon oyi deganni qo'lladik. Chunki Alloh taolo mundaq degan: Ramazon oyida Qur'on nozil bo'lishga boshladi. Qur'on Karim sura Baqara 2-sura 185-oyatning bir qismi. Biz Qur'onni haqiqatan shabi qadrda nozil qildik.
Qur'on Karim Sura Qadr 97-sura 1-oyat. Hammaga ma'lumki, Shabr qadri Ramazonning ichida o'tadigan muborak kechidir. Ya'ni Alloh taolo biz Qur'onni haqiqatan muborak kechida, ya'ni Shabi qadr kechisida nozil qildik. Biz haqiqatan insonlarni Qur'on bilan ogohlantiruvchi bo'ldik. Qur'on Karim Sura Duxon 44-sura 3-oyatning bir qismi. degan oyatida tilga olgan muborak kecha bilanmi Shabi qadri maqsad qilindi. Albatta, uning ustiga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hira o'ngirida istiqomat qilgan va Jibril alayhissalom vahiy ilib tushgan vaqtmi Ramazon edi. Vahiyning Ramazonning qaysi kuni nozil bo'lishga boshlaganligi haqida qarashlarmi o'xshash emas. Ba'zilar Ramazonning 7-kuni, yana ba'zilar 17-kuni, yana ba'zilar 18-kuni deb qaraydi. Muhammad Xuzari o'zining Islom ummatlarining tarixi degan kitobida uni Ramazonning 17-kuni deb aniq ko'rsatdi. Biz muallif bu kitobimizda vahiy nozil bo'lgan vaqt Ramazonning 21-kuni deb bekitdik. Halbuki tarjimashunoslarning hech qaysi buni tilga olmagan edi. Chunki barliq olimlar va tarjimaholshunoslar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga vahiy nozil bo'lgan kunning dushanba ekanligiga qoyil. Abu Qatada raziyallohu anhuning tuvandagi hadisimi bu qarashning to'g'ri ekanligini isbotlaydi. U mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan har dushanba ro'za tutishga hikmat sabab so'ralganda, u dushanba kuni tug'ildim, dushanba kuni payg'ambarlik bilan hurmatlandim. Yana bir iborada shu kuni tug'ildim, shu kuni payg'ambarlikka avatildim va shu kuni vahiy nozil bo'lishga boshlagan degan. Kalendar ko'rsatmasiga asoslanganda, shu yilning Ramazon oyidagi dushanba kunlarining shu oyning 7, 14, 21 va 28 kunlariga to'g'ri kelganligi ma'lum bo'ldi. Sahih hadisda Shabi qadr kechisi Ramazonning oxirgi 10 kunining taq sonliq kechalarida o'tadi va yilma-yil yo'tkilib turdi deb ko'rsatilgan. Shunga biz yuqoridagi oyat va hadislarning mazmuni va kalendardagi ko'rsatmani birlashtirib tahlil qilganimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shu yili Ramazonning 21-kuni dushanba yo'riydigan kechada payg'ambarlik bilan hurmatlanganligini jazmlashtira olamiz. Haqiqatiga Alloh taolo olimdir. Bu miladiya 610-yili 8-oyning 10-kuniga to'g'ri keladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yashi shu vaqtda qamariya kalendari bo'yicha 40 yoshga to'shib 6 oy 12 kun oshgan edi. Shamsiya kalendari bo'yicha 39 yoshdan 3 oy 12 kun oshgan bo'ladi. Biz Ayşe Siddiq rostchil roziyallohu anhaning so'ziga quloq solayli. U bizga kufri va ozg'unlikning qorong'u zulmatlarini yerib, oxiri hayotlikning ozg'un yo'linishini o'zgartgan va tarix sizig'ini ro'slagan ilohiy nurining sho'lisini, ashu voqeaning tafsilotini so'zlab beradi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga vahiy eng dastlabda rost tushlar bilan boshlangan. U tush ko'rsla tong nurdek uchuq va ro'shan ko'ratdi. Shundan keyin u yolg'izlikni xohlaydigan bo'lib qoldi. U Hira o'ngirida oilasiga qaytmay, necha kun istiqomat qiladi. Andin Xadichaning hiniga qaytib yana oldingiga o'xshash oziq-tulik rastlab chiqadi. Oxiri bir kuni uningga haq farmoni keldi. U bu chaqda ashu Hira o'ngirida yanada xilvatda istiqomat qilyotdi. Shu an payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldida bir farishta paydo bo'lib, o'qi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam men o'qishni bilmayman deb javob berdi. Yiliqi farishta payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qattiq siqdi. Hatto payg'ambar sallallohu alayhi vasallam charchab holidan ketdi. Andin farishta payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qo'yib deb o'qi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'qishni bilmayman deganda farishta yana 2 va 3 qitim siqib qo'yibdi. Andin yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qig'in, shu insonni lahti qondan yaratdi. Yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qig'in, u insonni lahti qondan yaratdi. O'qig'in, Parvardigoring eng hurmatlidir. U qalam bilan xat yozishni o'rgatdi. Insonga bilmagan narsalarni bildirdi. Qur'on Karim Sura Alaq 96-sura 1-oyatdan 5-oyatgacha.
Peygamber sallallahu alayhi ve sellem qo'rqinidan yuragi salgan holda uyiga qaytib, Xadija raziyallohu anhaga "Meni yo'gab qo'yinglar, meni yo'gab qo'yinglar" dedi. Ular Peygamber sallallahu alayhi ve sellemni yo'gab qo'yishdi. Bir chaqdan keyin uning qo'rqinchisi bisiqib, yuragi joyiga tushivdi. Xadija raziyallohu anhaga ahvolni so'zlab berib, "Menga nima bo'lgandi? Men o'zimdan qo'rqib qoldim" dedi. Xadija raziyallohu anha, "Yo'qsu, Alloh bilan qasamki, Alloh seni hargiz rasvo qilmaydi. Chunki sen xish aqrabolarga sizlar rahim qilasan, ojiz bechoralarga yordam qilasan, yo'qsullarning holidan xabar olasan, mehmonlarni yaxshi kutasan, haq uchun yordam qilasan" dedi va uni o'zining bir navra tuqqani tog'isining o'g'li Varaqa ibn Navhalning qishiga boshlab bordi. Varaqa jahiliyat zamonida xristian diniga e'tiqod qilgan kishi bo'lib, u ibron yezig'ini bilatdi. Injildan ibroncha ko'p narsalarni yezib xotira qoldiratdi. Amdilikda bo'lsa u yashinib qolgan bo'lg'achqa, ikki ko'zidimi ayrilib qolgan edi. Xadicha uningga: "Hey, tog'amning o'g'li, qarindishingizning o'g'liga, ya'ni Muhammadning sallallohu alayhi vasallam so'ziga quloq soling" dedi. Varaqa: "Nima bo'ldi? Ey qarindishimning o'g'li" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'rganlarini so'zlab beribdi. Varaqa uningga: "Alloh Musa alayhissalomga avatgan farishta dal mushu. Koshki men yosh navqiron bo'lsamchu, qavming seni qo'g'lab chiqarganda men hayot bo'lsamchu" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ular meni qo'g'lab chiqararmi?" deb so'ragan edi. Varaqa: "Ha, payg'ambar bo'lgan odam dushmanlik bo'ladi. Agar men sening ashu kunlaringgacha yashasam, sana kuchimning boricha yordam qilgan bo'lardim" deb javob berdi. Uzun o'tmay Varaqa olamdan o'tdi. U vahimi uzilib qoldi. İmam Tabari ve İbn Hisham rahimahulloh Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga vahiy tuyuqsiz kelgandan keyin uning g'ordan chiqib ketganligini, ondan yana qaytib g'orga istiqomatini davomlashtirganligini, shuningdan xeyli keyin Makkaga qaytganligini rivoyat qiladi. Tuvandikisi uning rivoyatining to'liq tekstidir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dastlab vahiy kelgan chog'dagi ahvollarni eslab mundoq degan: "Allohning maxluqoti ichida menga Majnun va shoirdan o'chirak ko'rilgan odam qolmadi. Hatto shoir va Majnun deganlarni ko'rmasam deytdim. Men ko'nglimda mening shoir yoki Majnun bo'lib qilishim mumkin emas. Navoda shundoq bo'lib qolsamchu?" Qurayshlar buni mengu egizin egizga so'z cho'chak qilib yuriydi. Shu chaqda men egiz tog'larga chiqib o'zimni etib o'lib kerak. Shu chaqda mengu rohat topaman deytdim. Men shunda qilmoqchi bo'lib necha qitim taqqa chiqdim. Hatto tog'ning yerimiga chiqib bo'lgunimda osmondan: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen Allohning elchisi, men Jibril" degan sadoni angladim. Beshimni ko'tarib qarasam, Jibril ikki qadamini osmonning qa'rida ixtiyoriy qo'ygan holda: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen Allohning payg'ambari, men Jibril" deganicha turibdi. Shuning bilan men uningga qarab ketib qoldim. O'ylaganlarim dilimdan o'chdi. Ya oldimga, ya orqamga mangolmadim. Yuzimni qaysi yoqqa burilsam, ashu holat ko'rindi. Men ya oldimga, ya orqamga mangolmay shu petim turaveribdiman. Hatto Xadicha meni izlab odam avatib Makkani qezib yetibdi. Birdamdan keyin ashu ahvollar g'oyib bo'ldi. Menmu uyga qaytdim va Xadichaning bag'riga bishimni qo'yib yotdim. U menga: "Abul Qosim, nelarda yurdingiz? Asbroyi Xudo, men sizni ko'p izlab ketdim. Ular sizni Makkaga kirib topolmay chiqdi" dedi. Men onunga ko'rganlarimni so'zlab berdim. Xadicha menga: "Xo'sh bo'ling, ey tog'amning o'g'li, sabit bir qadam bo'ling. Alloh bilan qasamki, men sizni mushu ummatning payg'ambari bo'lasizmikin deyman" dedi. Ondan berib Varaqaga ahvolni yana aytdi. Varaqa: "Katta ish bo'pti, nihoyat katta ish bo'pti. Alloh bilan qasamki, uningga Musa alayhissalomga kelgan farishta kepti. U chuqum mushu ummatning payg'ambari bo'lgudak. Siz uningga aytib qo'ying, xotirjam bo'lsin" debdi. Xadicha qaytib kelib menga Varaqaning aytganlarini so'zlab berdi.
Bu qitim Peygamber sallallahu alayhi ve sellem yeliqi g'ordagi istiqomatini oyoqlashtirib Makkaga qaytib kelib edi. Varaqa uni yo'qlab keldi va uning og'zidan ba'zi ahvollarni anglab, "Alloh bilan qasamki, siz cho'qim mushu ummatning payg'ambari bo'lgudaksiz. Sizga Musa alayhisalomga kelgan katta farishta keptu" dedi. Vahiyning uzilib qilishi. İbn Sa'd Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan vahiyning uzilib qolgan vaqtining faqat bir qancha kunlar davomlashganligini naql qiladi. Har qaysi taraflarga nazar solganimizdimi, mushu qarashning to'g'ri ham ishonchli ekanligi ayon bo'ladi. Ammo vahiyning uzilib qilishi 3 yil yoki 2,5 yil davomlashgan degan so'zlarning hech qanday bir pokit asosi yo'q. Biz bu yerda uningga raddiya berib o'tirmaymiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahiy üzülüp qalğan mezgillərdə qattiq bearamlıq və g'am endişe his qılğa idi. Uni hər tərəfdən heyranlıq və qorxunuş basatdı. İmam Buxari rahimehullah Kitabu et-Bir degan babda tuvandagidek bayon qilgan. Vahiy bir mahal üzülüp qaldı. Bu çağda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qattiq titit bulup neçə qitim tağının qiya çoqlarına yetib barğan. Bu vaqtda onun göz aldida Cibril aleyhisselam payda bulup: "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen Allah'ın berhaq peygamberi" deydi. Şunun bilan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning dili taskin tepib, ko'ngli aromiga tushadi-da, yana qaytib keladi. Vahiy pat kelmagan seri u yana qayg'u alamga petib, oldinqida qarorga kelib yo'lga chiqadi. Tog' cho'qqisiga yetib borganda Jibril alayhissalom yana paydo bo'lib, yiliqi so'zini takrorlaydi. Vahiyning asliga kelishi. İbn Hicri mundaq deydi: Bu yani vahiyning bir qancha kun uzilib qilishi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de vahiy nozil bo'lgan tufayli paydo bo'lgan qo'rqinishni yo'qotish va vahiyning asliga kelishini sig'indirish uchun edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ning engida tingirqash, qora tomallari asta-asta zoil bo'lib, haqiqat dağdam yolları roşan, iniq ko'rinishga boshlaydi. U o'zining tangdossiz buyuk Allohning bu dunyoga avatgan elchisi bo'ladiganligini va o'ziga osmon xabarini yetkazadigan farishtaning vahiy elchisi ekanligini tunib yetdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vücudida vahiy asliga kelgan taqdirda duch keladigan qiyinchiliklarga qarata sabit bir qadamlik tuyg'usi va mustahkam iroda tikilibdi. Uningga Jibril alayhissalom ikkinchi qatim vahiy ilib keldi. İmam Buxari rahimehullah Jabir ibn Abdullah raziyallohu anhuning vahiy uzilib qolganligi to'g'risida so'zlab berganlarini naql qildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem undaq degan: Bir çağda men ketiyotdim. Osmon tarafdan bir ovoz anglandı. Bishimni ko'tarib qarasam, yiliqi Hira g'origa kelgan farishta havo bo'shig'ida cho'ng bir o'rindiqda o'ltiribdi. Men uningdan qattiq qo'rqib yerga yiqildim va uyga qandoq kelganligimni bilolmadim. Kelibla, "Meni yo'gab qo'yinglar" dedim. Shuning bilan uydagilar meni yo'gab qo'yishdi. Bir chaqda Alloh taolo Muddassir surasidagi tuvandagi oyatlarni nozil qildi. Vahiy nozil bo'lgan chaqda kiyimiga cho'mkilib olg'uchi payg'ambar tur, insonlarni Allohning azobidan ogohlantir, Parvardigoringni ulug'la, kiyimingni pok tut, azobdan, ya'ni azobga qoldirilgan ishlardan yiroq bo'l. Shuningdan keyin vahiy uzilmay nozil bo'lishga boshladi. Şerin Buloq degan bu kitobni o'qishimiz mishagicha bo'ldi. Xayri xo'sh, kelar qitim ko'rishaylik.